Xo'p, mana botimiz ishga tushdi. Savatga narsalar olindi. Menyu orqali mana savatga narsa zakaz qiladigan bo'lsak, mana hammasi savatga tushyapti. Savatdan ko'rib tursak bo'ladi, qancha bo'lganini. Buyurtma berish tugmasini bossak, buyurtma berish tugmasi orqali biz buyurtmani qabul qilib olamiz. Ya'ni aloqa raqamlari ham bor bu yerda. Xo'p, biz haqimizda nomlari hammasi bor. Xo'p, kimda qanaqa savollar bo'ladigan bo'lsa yozsangizlar, kommentariyaga javob beramiz. Xo'p, endi mana shu botni qanday qilib yasashni birgalikda ko'rib chiqamiz kursor dasturida. Juda ajoyib bo'ladi. Marhamat, ko'ring. Shuni aytib o'tamanki, bizning xizmatlarimiz ham mavjud. Xizmatlarimiz quyidagilardan iborat, ya'ni xodimlarni kiberfiribgarlikdan o'qitish va AI yordamida yaratiladigan dasturlarni yaratib berish hamda moliyaviy tizimlarning boshqaruv xizmatlarini, kirim, chiqim dasturlarini yaratib berish, Google Sheets'da Telegram botlar yaratish va zamonaviy saytlar, web applar, monitoring, tahlil va QR kod orqali skanerda kiritadigan, ya'ni mahsulotingizda omborga kirim chiqim qiladigan dasturlarni tuzib bera olamiz va individualni, ya'ni sizning xohishingizga qarab biza vizual dasturlar tuzib bera olamiz. U Telegram bot bo'lsin, u sayt bo'lsin, marhamat bemalol murojaat qilsangizlar bo'ladi. Pastda havola qoldiraman. Rahmat, videoni boshladik. Assalomu alaykum Kiberdata Fort kanalining faol foydalanuvchilari hamda obunachilari. Mana bugun yana sizlar bilan birgalikda Xo'p, kursor dasturida, ya'ni kursor vizual studiyasida kod yozishni va Telegram bot tuzishni ko'rib chiqamiz bugun sizlar bilan birgalikda. Bundan oldin doimgidek kanalga obuna bo'lishni, like bosishni hamda izoh yozishni unutmagan holatda videomizni boshlaymiz. Buning uchun bizga kerak bo'ladi kursor dasturi. Mana buni Telegram kanalimizga ham tashlab qo'yaman. Telegram kanalimizdan bemalol yuklab olsangizlar bo'ladi. Va Git Bash studiyasi, ya'ni programmasi kerak bo'ladi hamda GitHub. Xo'p, mana shulardan kelib chiqqan holatda bugun xatosiz kod yozishni o'rganamiz. Ya'ni biza ChatGPTga yozdirgan kodimizni kursor dasturida tahrirlab beriladi. Agar xatolik bo'lsa, ichida AI dasturi bizda tahrirlab beradi. Xo'p, demak, tanishib chiqamiz. Boshidan oldin aytishim kerak, Git dasturini yuklab olishimiz kerak, kursor dasturini yuklab olishimiz kerak va GitHub dasturini yuklab olishimiz kerak bo'ladi. Shularni yuklagan holatda keyin ishimizni kursor dasturidan boshlaymiz. Linkini qoldiraman va Telegram kanal linkini qoldiraman. O'tib yuklab olsangizlar bo'ladi. Shu yerda dasturlarni tashlab qo'yaman hammasini. Xo'p, bugun sizlar bilan birgalikda professional darajadagi Telegram botni tuzishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni bugun birinchi qismida Telegram botni tuzish va kursor dasturida ishlashni ko'rib chiqamiz. Keyingi video darslarimizni ikkinchi, uchinchi qismlarda uni serverga, bepul serverga joylash va ishga tushirishlarni ko'rib chiqamiz. Demak, boshladik. Kursor dasturiga kirib olamiz. Kursor dasturiga kirishdan oldin bizani birinchi o'rinda o'sha tuzmoqchi bo'lgan botimizni yoki saytimizni nima dastur tuzmoqchi bo'lsak, kod yozish natijasida o'sha dasturimizni oldin tizisini ChatGPT ga tashlab yozib olishimiz kerak bo'ladi. Bunda avval ishlangan oyna ochiq qolgan, shuning uchun bu oynani yopib yuboramiz. Biz yangi ish boshlaymiz. Buning uchun biz ChatGPT ga kiramizda bizaga to'liq o'sha Telegram bot tuzishdi. Ya'ni Telegram botimizni to'liq fayllari bilan birgalikda ochishni so'rab beramiz va ChatGPT bizga to'liq fayllari bilan birgalikda Telegram botimizda nima fayllar kerak bo'ladi, bitta papkada yig'ib, hammasini ishga tushirishga yordam beradi. Xo'p, bizda tezi bor. Shu tezini yozamiz. Marhamat. Xo'p, birinchi o'rinda mana ko'pchilik tushunadigan, keyin ko'pchilik biladigan, masalan, Evis yoki fast food taomlarida zakaz qilish bor Telegram bot orqali. Mana shu narsani sizlar bilan bugun yasashga harakat qilib ko'ramiz. Ya'ni Telegram botni fast foodlarda masalan zakaz qilish va
undagi mahsulotlarni ko'rib, buyurtma berishni ko'rib chiqamiz. Ya'ni shu botni yasaymiz sizlar bilan birgalikda. Xo'p, demak boshladik. Xo'p, boshlashdan oldin yana aytaman, Telegram kanalimizga obuna bo'ling, YouTube kanalimizga ham obuna bo'ling, like bosing, izohlarda, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Barchasi biz uchun juda ham muhim. Shu orqali bizani qo'llab-quvvatlagan bo'lasiz. Marhamat, boshladik. Mana tezani yozdik, biz qisqa yozdik, ya'ni ChatGPTga aytdimki, to'liq tezani o'zing yozib ber dedim. Mana to'liq tezani yozyapti. Ko'rganlaringizdek, mana tezda yozyapti hammasini. Hozir bizga shu botni tuzishga yordam beradi. Xo'p, men nima uchun vizual yoki paycharmni tanlamadim? Bu yerda xatolik beradigan bo'lsa, qaysidir kutubxonani o'rnatishdan, nosozliklar bo'ladigan bo'lsa, xatolikni ko'p xatolik beradi bizda. Kursorda qanaqadir xatolik beradigan bo'lsa, kursorda sun'iy intellekt 4-versiyasi qo'llangani uchun xatoliklarni avtomatik o'zi bajarib ketadi. Masalan, menda qanaqadir kutubxona o'rnatilmadi, shuni o'rnatishga ruxsat bering. Runni bosing deydi, run bossangiz o'zi avtomatik o'rnatadi. Ya'ni har bir xatolikni o'zi to'g'irlab, o'zi run so'rab, o'zi GitHubga joylab, keyin biza serverga joylashtirishimiz mumkin bo'ladi. Hammasini kursorda o'zi bajarib beradi. Shuning uchun juda eng qulay va zo'r dastur hisoblanadi studiyada. Men iloji boricha sodda ko'rinishini ko'rsataman. Ya'ni ChatGPTga savol berishda ham, qanaqa fayllar ochishda, nimalar qilishda ham eng sodda variantini ko'rsataman. Chunki hamma har xil biladi. Masalan, hamma 100% dasturchi yoki 100% professional kodingchi emas. Shuning uchun o'sha ko'rganda, qaraganda tushunadigan, biladigan, o'zi ham qila oladigan darajadagi insonlar uchun shuning uchun to'liq ko'rsataman. Ya'ni kimdadir qanaqadir e'tirozda bo'ladigan bo'lsa, men bilardim uni, yo qanaqani qilishdi, kod yozishdi yoki qanaqa fayl ochishdi, nima kerakligini men yaxshi bilaman deydiganlar uchun keyin o'tkazib ko'rsangizlar, sizlarga ham kerakli joylar bo'ladi. Lekin bu yerda boshidan, noldan professional bot tuzishni ko'rsatib o'tamiz. Kursor dasturida. Kursor dasturida boshqa dasturlar ham tuzsangiz bo'ladi. Ixchamligi va yaxshiligi hammasi sun'iy intellekt bilan jamlangan. Ya'ni sun'iy intellekt bilan integratsiya qilingan. Xo'p, mana bizga fast food degan papka och dedi. Fast food papkasining ichida mana shu fayllarni yarat dedi. Xo'p, mana
Bu fayllarni qo'lda yaratib chiqsak ham bo'ladi. Ya'ni fast food degan papkaning ichida mana shu fayllarni qo'lda yaratib chiqsak ham bo'ladi yoki har bir bo'limni mana alohida mana bu yerda buyruqlari bor, paketlarni yaratish. Shu orqali yaratib chiqsak ham bo'ladi. Xo'p, demak birinchi biz papkamizning ichida mana shularni yaratib olishdan boshlaymiz. Mana bu yerda papka yaratamiz. Fast food bot degan. Papkani yaratayotgan paytlaringiz orada bo'shliq qoldirib yaratmanglar maksimalni yoki tagiga chiziq yoki o'rtaga chiziq bergan holatda ajratib yozsangizlar, bash ya'ni PowerShell'da yoki CM'da komandada o'sha komanda bergan buyruq bergan paytda o'sha o'rtadagi bo'shliqni topolmasligi yoki nosozlik kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun papka yaratganlaringizda fast food bot yoki qanaqadir nimadir o'sha ikkita so'zni orasi ochiq holatda emas, orasida pastki chiziq ham bo'lsa mukammal darajada yaratib bera oladi. Xo'p, mana fast food bot ochib oldik. Endi buni открыть с помощью kursorda ochamiz. Ya'ni kursor dasturida ochamiz bu papkani. Ko'rib turganingizdek papkamiz bo'sh holatda bo'ladi. Mana bu yerda new chat, mana shu eng muhimi shu bo'ladi. Bizda hamma narsada mana shuni interak bizga yordam berib boradi. Xo'p, biza boyagi aytgandek mana shu papkani yaratishimiz kerak. Xo'p, mana shu fayllarni yaratish uchun screenshot olamiz bu yerdan. Mana bu yerga screenshot qo'yamiz. Ctrl V qilib. Endi aytamiz. Menga shu fayllarni yaratib ber. Jo'natamiz. Kursor dasturida ochdik. Mana hamma fayllarimiz ichi bo'sh turibdi. Bularda endi kerakli kodlarni yozib chiqamiz. Xo'p, ChatGPTga qaytamiz va bizga kod yozib berishini aytamiz. Xo'p, bizga aytayapti hozir, buning ichida iogram 3.4 versiyani va Python devni configuration.py bot tokeni va ba'zi sozlamalar mana shu yerda kiritiladi. Mana shu qismga shu kodni yozishimiz kerak. Ya'ni copyright qilib olamiz buni. Mana shu faylga yozamiz. Ya'ni kursorga kiramiz. Mana keldik, bu yerga yozamiz. Qo'yamiz, ya'ni nusxalab olgan narsamizni bu yerga qo'yamiz. Xo'p, keyingisi nf fayl yarating, token yozing deyilyapti. To'g'ri. Xo'p, nf faylni ichiga bot tokenini yozamiz. Ya'ni mana bu yerda nf fayl yaratamiz. Mana bu yerda nf .env yoziladi. Mana okeyni bosamizda bu yerga bot tokenini yozamiz. Xo'p, yana nima qilishimiz kerak? Xo'p, bot.p ni ichiga botni ishga tushirish uchun mana shu so'zni yozing deyapti. Xo'p, yozamiz. Mana bu yerda bot.py bor, buning ichida buni yozamiz. Xo'p, keyingi bosqichga o'tamiz deb yozamiz bunga ham. Xo'p, menu data.py da mahsulotlar ro'yxati chiqar ekan, bularni yozib chiqishimiz kerak ekan. To'g'ri. Xo'p, menu data.py ga mana shu kodni olib qo'yamiz. Buni
1.2 ga qo'yib olamiz. Buni bu yoqqa o'tkazib olamiz. Endi yaxshiroq. Menu data.py. Menu. Mana bu yoqqa yozishimiz kerak ekan. Mana menu data.py ichida qo'ydik faylimizni. Ctrl C ni bosamiz. Har bir faylni qo'ygandan keyin Ctrl C ni bosib ketsak, saqlanib bo'ladi fayllarimiz, ya'ni kodlarimiz. Shuning uchun shu funksiyani bajarish ishdan chiqmasin. Keyboard papkasining ichida menu buttons py ga yozishimiz kerak ekan. Keyboard menu buttons py yozdik. Xo'p, handlers menu. Xo'p, buni ichiga buni yozamiz. Menu.py. Okay. 4-inchisi keyboard ichida, main pane ichida bularni yozamiz. To'g'ri. Xo'p, main.py. To'g'ri. Xo'p, handler start py. Ichiga buni yozamiz. Xo'p, bot.py faylini yangilaymiz. Separate qilamiz-da. Bu yerda bot yozgan faylimizni yangilaymiz. Qo'ydik va yangilaymiz. Xo'p, endi natija botga start yoki yozuv yuborilsa asosiy tugmalar chiqadi. Menu tugmasiga keyingi bosqich savatni yaratamiz. Xo'p, kelinglar, endi ishni botni ishga tushirib ko'ramiz. Direkt kiramiz, yangi menyu ochamiz, bot ochamiz ya'ni. Xo'p, zakaz fast food bot. Zakaz fast food bot jo'natamiz. Xo'p, endi oxirida bot qo'shimchasini qo'shib yozishimiz kerak bo'ladi bunda. Faqat so'zlarning hammasi bir-biriga qo'shilgan bo'lishi kerak. Zakaz past chiziqcha uzr, enter bilan jo'natib yubordim. Boshqadan yozamiz. Zakaz past chiziqcha fast food bir bot. Hozir fast food bot yozadigan bo'lsam chiqardi. Chunki oldin yaratilgan edi bu fast food bot. Shuning uchun mavjud deb qo'yadi. Mana bu yerdan ключ olamiz. Mana botimizga kirib start bosib ko'ramiz. Mana botimiz ochildi, lekin javob qaytarmayapti. Javob qaytarishi mana bu yerga token yozishimiz kerak bo'ladi. Mana token yozdik. Ctrl C qilamiz. Xo'sh. Botni ishga tushiramiz. Xo'p, bizda xatolik ko'rsatyapti. Bizda xatolik bor. Xo'p, mana shunaqa xatoliklar chiqqan paytda biza bunga yozamiz. Xo'p, xatoligini to'g'rilab mana xatolikni to'g'rilab botni ishga tushirib ber dedik. Hozir qanaqadir o'zgartirishlar kiritadi agar xato joyi bo'lsa, bo'lmasa to'g'ridan to'g'ri ishga tushirib beradi bizga. Komandalar orqali. Kursor shuning uchun ham eng yaxshisi hisoblanadi hozirgi vaqtda.
har bir faylning ichidagi kodlarni o'zi avtomatik to'g'rilab chiqyapti hammasini. Hozir to'g'rilab bo'lgandan keyin ishga tushiradi. Xo'p, mana bu yerda kutubxonani o'rnatishni ham o'zi so'rayapti. Mana kutubxonani ham avtomatik o'rnatyapti. Mana tepada e'tibor bergan bo'lsangizlar, pip install recuration.txt, ya'ni pipni o'rnat deyilgan buyruq berilgan edi, bu o'yinchidan topa olmadi. Ya'ni Python 3.16 versiyani ichidan pipni olib o'rnatyapti. Ya'ni buyruqni olib o'rnatyapti. Ha, boshda aytish esimdan chiqdi. Python dasturini o'rnatishingiz kerak. Keyin git bash hamda github, so'ngra kursor dasturi. Ya'ni 4 ta dasturni o'rnatganlaringizdan keyin mana shunaqa mukammal tarzda ishlab beradi sizlarga. Har bir vazifani bajarib bo'lgandan keyin XL qilasizlar, ya'ni barchasini bajarish qabul qilaman so'zi bilan. Ya'ni barchasini qabul qilaman deysizlar, o'sha qo'yilgan kodlar hammasi joyi o'zgartiriladi. Xatoligi bor narsalar. Mana ChatGPT bizga sal xato kod yozib bergan edi, kutubxonalar boshqacha kod yozgan edi. Shuning uchun kursor o'zi to'g'rilab boshqadan yozib chiqdi. Xo'p. Bot pay orqali botni ishga tushiring deyapti. Botni ishga tushiramiz. Xo'p, biz emas, yana o'zi botni ishga tushirishni so'raymiz. Ya'ni o'zi ishga tushirgan paytda qanaqa xatoligi bo'lsa, o'zi avtomatik to'g'rilab keyin ishga tushiradi. Shuning uchun o'ziga buyruq beramiz. Mana Python bot nuqtaran qilamiz. Qanaqadir xatolik chiqadi hozir, o'sha xatolikni o'zi avtomatik to'g'rilaydi. Xo'p, mana bot ishga tushmoqda deyapti. Start bosib ko'ramiz. Mana. Bizning botimiz ishga tushdi. Xo'p, mana ko'rib turganlaringizdek, kursor dasturida mukammal bot yaratdik. Mana menyular ichida xo'p, past tugmalar orqali harakatlaning. Xo'p, menyular ishlamayapti. Hozir menyularni qayta qo'shib chiqamiz. Savat bo'limi bor. Mana bu yerga qo'yamiz-da. Barcha tugmalarni. Xo'p. Bizning tugmalar ishlamayotgan edi, qo'shilmagan edi. O'sha joylarni qo'shib ber deyishini aytdik. Ya'ni barcha tugmalarni ishlatib ber, bosganda ishlasin dedik. Odatda bunaqa Telegram botlarni yaratishda dasturchilar 4 kun, 5 kun, bir hafta vaqtini ketkazadi. Bu narsa biz hozir Sony Interact'da yozib beradigan kodlarni har bir dasturchi mukammal tarzda o'zi yozib chiqadi. Shuni esdan chiqarmaslik kerak. Nima uchun masalan dasturchilar Sony Interact'dan foydalanmaydi deydigan bo'lsangizlar, Sony Interact kutubxonalardan o'zi avtomatik yaratgan holatda katta kutubxonalarni yaratib ishlaydi. Turli kutubxonalar bilan turli amallarni bajarsa bo'ladi. Shuning uchun mukammal dasturchilar hammasini o'zlari yaratib, o'zlari tuzgan holatda vaqt ketgani uchun ularni hammasini o'zlari mukammal darajada tushunib tuzadi. Ya'ni masalan hozir kimgadir bot kerak, qanaqadir firmasi bor, u dasturchi emas. Lekin mana shu kursor dasturi yoki Visual Studiodan ko'ra mana shu kursor dasturi orqali bemalol o'ziga qanaqadir bot yoki qanaqadir saytlar tuza olishi mumkin bo'ladi. Lekin uni ham mukammal 100% darajaga tuzib olib bora olmaydi. Chunki to'liq dasturchi bo'lmasangiz bu narsani qila olmaysiz. Nurchilar
boshlagan paytda ishlatib bemalol ko'rishi mumkin bo'ladi buni. Shuning uchun buni tuzishni o'rgatib chiqaman, ya'ni xohishga qarab. Masalan, harakat qilib ko'rsangiz tuza olishingiz ham mumkin, lekin 100% mukammal darajada bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun dasturchi bo'lishga harakat qilish kerak, nimalardir o'rganish kerak. Mana bizga aytayapti, qaysi tugmalar ishlamayapti, nimalar xatolik bo'lyapti. Barcha tugma ishlamayapti. Buni yaxshi tomoni, masalan, ko'pchilik dasturchilarning xabari bo'lmasligi mumkin yoki avval ishlatgan, lekin hozirgi vaqtda kursor dasturdan foydalanmayotgan bo'lishi mumkin. Men shuning uchun qisma-qisma qilib ko'rsatyapman. Dasturchilar ham kirib bemalol o'zlari foydalansa ham bo'ladi. Bunda xatoliklarni to'g'rilab ham beradi, xato bor joylarini o'zi avtomatik yopib ham ketadi. Mana xatolik bor joylarini o'zi to'g'rilab ketyapti va eng muhimi bu bepul versiya, ya'ni ChatGPTning 4i bunda bepul o'rnatilgan, ya'ni biz dasturni o'rnatsak bo'ldi, ishga tushiramiz. Undan to'liq foydalana olamiz. Hech qanaqa to'lov yoki boshqa narsa qilish shart emas bu dasturga, faqat foydalanamiz. Shuning uchun eng zo'r va mukammal dastur hisoblanadi boshlab olish uchun. Buni o'chirib qo'yamiz. Xo'p, mana ko'rganlaringizdek, shaurma yoki boshqa nima deydi, taomlar yoki qanaqadir mevalar, boshqa narsalar qo'ysak ham bo'ladi. Misol, endi keyingi qismda biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Bu yerda mana burgerlar qismini bosgan paytimizda bu oynada burgerlar va rasmlari, ularning narxi hammasi kelib chiqadi. O'sha orqali zakaz berishimiz mumkin bo'ladi. Mana keyin orqaga qaytgan holatda mana bu yerda shaurma yoki boshqa narsalar, bu yerda turli taomlarni qo'shsak ham bo'ladi, hammasini. Mana bu yerda ichimliklardan tanlaydigan bo'lsak, rasmlari, hamma narsasi chiqadi birgalikda. Mana bu yerda savatga keladigan bo'lsak, mana umumiy jami 58.000 bo'ldi. Mana buyurtma berish tugmasini bosganimizda buyurtma qabul qilinadi avtomatik. Lekin buyurtmani biza klient misol uchun to'lov tizimini o'ylaymiz bunda keyingi qismlarda. To'lov tizimi orqali to'lovni tasdiqlagandan keyin buyurtma qabul qilinadi. Buyurtma qabul qilingandan keyin o'sha buyurtmani qabul qilingan holati kimga borib tushadi? Ya'ni u oyna qaysi oyna? O'shalarni ham hammasini ketma-ketligini ko'rib chiqamiz keyingi qismda. Hozir boshida aytib o'tganimdek, mana bizning mukammal dasturimiz ishga tushdi. Kursor dasturi orqali tuzdik. Buni boshlanishini ChatGPT orqali, qolganini kursor dasturini o'zi davom ettirib berdi. Mana dasturimiz, ya'ni botimiz mukammal tarzda ishlayapti. Bu yerda yana qo'shimcha mahsulotlar ham qo'shsak bo'ladi. Bularning ichida narxlarni ham hammasini belgilab chiqamiz. Shu yerdan rasmlar bilan birgalikda ko'rib, savatga tushirib, savatdan buyurtma berish orqali zakaz qilsak bo'ladi. Bu zakaz fast food botini ko'rdik. Izohlarda yozib qoldiringlar, yana qanaqa bot qilib berish kerak. Mana shuni ham kursor dasturida yasab ko'rsataman sizlarga. Kim qanaqa bot qilishda qiynaladigan bo'lsa, mana shuni kursor dasturi orqali qilib ko'rsatishga harakat qilaman. Xo'p. Bu birinchi qism edi. Keyingi qismini xudo xolasa chiqaramiz. Unda o'sha taomlarda rasmlarni qo'yish barcha mukammal tarzda bo'ladi va 3-qismi ham bo'ladi. Bu Telegram bot yaratishdi. 3-qismi serverga joylash va uni buyurtmani qabul qilish jarayonlari bo'ladi. Xudo xolasa 3 qismda mana shu zakaz fast food botimizni yakunlaymiz. Kimda qanaqa savollar bo'lsa kommentariyada va kanallarimizga yozib qoldirsangizlar bo'ladi. Hammaga rahmat. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.